Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samaradorligini oshirish, ularning joylardagi ijrosini ta'minlash hamda aholi murojaatlari va muammolarini o'z vaqtida o'rganish ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Shu maqsadda deputatlar tomonidan hududlarda tizimli ravishda o'rganish ishlari olib borilib, muammolarga yechim topilmoqda. Nishon tumanida faoliyat olib borayotgan deputat Otamurod Fayziyev Guliston va Bog'ishamol mahallalariga biriktirilgan. O'tkazgan o'rganishlari davomida ushbu hududlarga tutash Baynalminal mahallasida aholi uchun zamonaviy ko'p tarmoqli shifoxonaga ehtiyoj yuqori ekanligini aniqlaydi. Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida amaliy ishlar olib borilib, bugungi kunda 30 o'ringa mo'ljallangan ko'p tarmoqli klinika ishga tushirildi. O'zgarish katta deputatlarda. Tinimsiz ishlayapti ular. Prezidentimiz katta talab qo'ygan deputatlarimizga. Mana kengashlarimiz alohida bo'ldi. Har kuni bir yangilik qilib, elimizga xizmat qilyapti. Ming rahmat. Xursandmiz. Tibbiyot muassasasining ochilish marosimi kunida fuqarolar uchun bepul tibbiy ko'riklar o'tkazilib, yoshi keksalar, bolalar va onalar salomatligiga alohida e'tibor qaratildi. Muhimi bu yerda har chorak davomida bepul tibbiy ko'riklar tashkil etish yo'lga qo'yiladi. Avvallari hech narsa yo'q edi. Hozir hamma sharoitlar qilinyapti. Shunday katta yo'llar qurilyapti, klinikalar ochilyapti. Tashkillashtirgan prezidentimizga mingdan rahmatlar aytamiz. Biz qariyalar milladormiz. Duo qilib o'tiribmiz. Sog' salomimiz, mazamiz bo'lmasa tekshirtayapmiz. Tibbiy ko'rikka bugun aksiya bo'layotganidan keyin keldik mana. Tumanimizda 25 ta deputatimiz bor. Deputatlarimiz hammasi o'zining yo'nalishlari bor. Aholining qanday muammolari bo'lsa, o'sha muammolar o'rganib, hammamiz birgalikda xalqqa qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bir klinika ochdik. Bugungi kunda mana qulay bir sharoit yaratish maqsadida shu yerda jarrohlik bo'limini ochmoqchiman. O'zimiz nishonimizni aholisi uchun qulay sharoit yaratamiz. Ma'lumot uchun tumanda 172 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Yangi tashkil etilgan klinika faoliyati esa ularning sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.